Shamolni tutib bo'lmaydi. Hikoya. Muallif Nazar Eshonqul. Audio hikoya Oyna.uz portali kutubxonasi uchun maxsus tayyorlandi. 100 yildan beri tersotaliklarning g'ururi va faxri bo'lib kelgan, zamonaviy qilib qurilgan ravoqli uylar qarshisida yuzdagi chipqondek qishloqqa ko'rimsizlik va keksalik bag'ishlab turgan, noma'lum va mudhish sinoatlarga to'la qadim qo'rg'onni eslatuvchi Bayna momoning uyini xuddi unutishga va yo'q qilishga mahkum etilgan xotiradek nihoyat buzib tashlashga kirishishdi. Temir tirnoqli buldozerlar uyning devorlarini qulatar ekanlar, uy bilan qo'shib o'zlarining ham nimalarinidir buzib vayron qilishayotgandek, tersotaliklar bir chekkada jimgina kuzatib turishar va naq 50 yilcha taqdirning beshafqat o'yiniga qarshi kurasha dunyodan yolg'iz va izsiz o'tish azobini ko'tarib kelgan, hayoti o'zlariga hamon tushuniqsiz va mavhum tuyuladigan Bayna momoni eslagan ayollar ko'zlariga yosh olib, bolalarini bag'rlariga bosgancha olis va g'amgin xotiralarga berilib, mung'aygan alfozda o'tirardilar. Bayna momo tirikligida garchi bu ayollarni erining polvonlik lash-lushlari va kiyim-kechaklari yotgan, polvonning o'limidan so'ng hech qachon chiroq yoqmagan, tuyniga shuvab tashlangan ana u hujra kabi qorong'u musibat to'la uyi ichkarisiga kiritmagan bo'lsa-da, ular qahr va g'azabini sitam bilan ichiga yutib kelgan bu kampirni hurmat va ehtirom bilan eslashardi. Bu uy Tersotada qurilgan birinchi uylardan edi va Raim polvonning otasi Shukur oqsoqol bundan bir asr muqaddam tug'ilajak farzandlariga keng uy va yildan yilga ko'payib borayotgan yilqilarga otxona solish maqsadida Tersota soyining oftob ro'yasiga qishloqning birinchi poydevorini qurgandi. Raim polvon esa otasining ishini davom ettirdi. Uyning orqasida bog' barpo etdi va otxona yonida qirga tutashtirib, yozning jaziramasidan go'sht va yog'larni, qimiz va ayronlarni asrash uchun keng yer to'la uyning oldiga toshdan baland supacha, ot kirib chiqadigan uzun ustundor ayvon qurdi. Bayna momo 50 yilga yaqin yolg'izlik davrini ana shu ayvondagi ustunlarga suyanib o'tkazdi. U eri va o'g'lining judolik azobi qiynagan paytlar shu ustunlarni quchgancha yig'lardi. Keyinchalik ko'z yoshlari ham tugab qolgach, hayotida go'yo suyanchig'i va orqasidan yig'lab qoladigani yo'qligini odamlardan yashirish uchun yoki endi yillar sillasida dosh berolmay futurdan ketayotgan uyini butkul vayron bo'lishdan asrab qolmoqchidek yelkasini ustunga suyagan holatda xotirasining siniq parchalariga tikilib, ko'zlarini yumgancha g'amgin va mustag'riq o'tirardi. Raim polvonning o'limidan keyin tug'ilgan va u haqda keyinchalik butkul eslaridan chiqib ketgan cho'pchaklarnigina eshitib ulg'aygan avlod uylarni ravoqli va pishiq g'ishdan qura boshlagach, bir paytlar Tersotaning ko'rki va g'ururi bo'lib turgan bu uy birdan ko'rimsiz qiyofaga kirdi va endi Bayna momo kabi uy ham qishloqdagi uylar oldida yolg'izlanib qoldi. Faqat bir-birini bosib turib kirib kelayotgan shoshqaloq yillar bu avlodning sarkash qalbiga qandaydir olis xotirani yoqib qo'yish uchun behuda urinib, uy devorlariga mahzun bitiklar yozar, bekasi bilan birga bu makon ham allaqachon o'zining oldingi qudrati va viqorini yo'qotib bo'lgan, unut va tashlandiq maskanga aylangandi. Tersotaliklar endi aeroplanlar haqida gaplashishardi. Ular zamonning alg'ov-dalg'ovlariga g'arq bo'lgan, hayotlarida yuz berayotgan yangiliklarni hazm qilib ulgurmasdi. Yillar bilan birga hamma narsa o'zgarar, faqat Bayna momogina uni sezmas, go'yo uning uchun vaqt o'sha holicha qotib qolganday. Uni hamon o'sha 50 yil oldingi eri va o'g'lining o'ligini askarlar tepkilab o'tishgan ustun oldidan topish mumkin edi. Mirshab va askarlar uyning har burchagidan yopirilib kelishganda Bayna momo erining murdasi ustida turardi. Raim polvonni qo'lga tushira olmay yurgan zamon otboqar uni uyidan chiqayotganda otib o'ldirgan. Endi polvon rostdan ham o'lganmi yo'qmi mirshablar bilan pusib poylab ayvonga yaqinlashib kelardi. Biroq shu payt yana o'q ovozi jarangladi va Raim polvondan ko'z uzmay kelayotgan askar oyog'ini quchoqlagancha baqirib yiqildi. Bayna momo mehmonxona eshigidan chiqaverishda otasini otib tashlaganini ko'rgach, uyga yugurib kirib kelgan,
qo'liga otasining miltig'ini tutib turgan o'g'lini ko'rdi. O'g'lining ko'zlarida ham eriniki kabi g'azab, telbalik yonardi. Baynamomo o'g'lini ogohlantirishga ulgurmadi. Birdaniga bir necha o'q ovozi uning qulog'ini bitirib qo'ydi va o'g'li otasining ustiga yuztuban yiqildi. Yiqilarkan endi sabza urgan mo'ylovi titrab ketdi. Onasiga bir zum qo'rquv va xijolat aralash tikildi. Zamon otboqar yugurib kelib uning boshiga tepdi va miltiqni bir chetga uloqtirdi. Qishloqda askarlardan boshqa hech kim ko'rinmas, odamlar go'yo suvga cho'kkanday g'oyib bo'lgan, faqat derazalarga tortilgan qora pardalar bu mudhish jinoyatga loqayd va befarq boqib turardi. Baynamomo tersotaliklarni kechira olmadi. Ko'kragi ilma teshik bo'lgan o'g'liga qarata Zamon otboqar yana bir necha bor o'q uzarkan, u madad izlab uylarning tuynuklarini yopib turgan qora pardalarga bir ko'z tikdi. Biroq u yerdan sovuq sukutdan boshqa hech narsa ko'rinmas, zulmatga cho'kkan tuynuklar bu misli ko'rilmagan qotillikni jimgina tomosha qilib turardi. Mirshablar Rahim polvon va o'g'lining o'lganiga ishonch hosil qilgach, otlariga minib jo'narkan, Zamon otboqar eri va o'g'li murdasi ustida cho'kka tushgan Baynamomoning yelkasi osha qamchi tushirdi. "Endi xorizorlikda o'lib ketasan", xirilladi u. "Molingni topshir deganda ering qo'liga miltiq ushlab biz bilan sichqon mushuk o'ynadi. Mana endi unga hech narsaning keragi yo'q." Mirshablar Rahim polvonning qo'radagi podasi-yu otlarini haydab ketishdi. Zamon otboqar otlarni quvib ketarkan, bir yo'la otasi bilan uning qasosini olishi mumkin bo'lgan o'g'lini ham otib tashlaganidan xursand edi. U shu ketishi bilan qishloqning ko'p narsasini haydab ketdi. Endi qishloq birdan minorasi qulagan shahardek g'arib va notavon ko'rinardi. 15 yillardan so'ng Zamon otboqar qishloqqa qaytib kelganda qishloqdan fayz ketib, odamlar yana ham ojiz va hurkak bo'lib qolgandilar. U Rahim polvondan so'ng tashlandiq holatga kelib qolgan soy bo'yidagi bog'ga keng qilib uy qurdi. U bog'da uy qurish uchun hech kimdan ruxsat so'rab o'tirmadi. Endi u o'zi bu qishloqqa olib kelgan zamon havosidan yayrayotgan qishloqdoshlarini ko'rish uchun otda izidan bir to'da ov itlarini ergashtirib aylanib yurarkan, qoya ostida yelkasiga o'tin ko'tarib kelayotgan Baynamomoga duch keldi. Baynamomo qarib qolgan, ammo hali ham ko'zlari xuddi 15 yil avvalgidek qahrli va nafrat to'la edi. "Sen menga bunday qarama." Zamon otboqar qamchisini havoda silkitar ekan, "Ering bu yerda bo'lmasa, boshqa yerda baribir o'lgan bo'lardi. Sen esa xavotir olma. O'lsang, itlarim ko'madi." Shunday deb u bo'ri bosarlarni ko'rsatdi. Ammo u Baynamomoni bu safar urmadi. Baynamomo ham unga bir og'iz ortiqcha gapirmadi. Umuman eri va o'g'lining o'limidan so'ng kamgap va odamovi bo'lib qolgandi. U Shukur oqsoqol o'z fe'liga yarasha keng qilib qurgan xonalarda xuddi bir narsani yo'qotgan kabi maqsadsiz kezib yurardi. U endi bu alg'ov dunyoda yolg'iz va qarovsiz qolgandi. Lekin o'zining ojizligini hech qachon bildirmas, o'zidan ko'ngil so'raganlarni yomon ko'rar, go'yo hayoti hech kim qiyo boqa olmaydigan daxlsiz saltanatdek u yoqqa biron kishini hatto so'zi bilan ham kirishga yo'l qo'ymasdi. Erta bahordan to kech kuzgacha sahar mardondan oldiga 5-6 qo'y qo'zi, echki uloq haydagancha daryo bo'yidagi yulg'unzorga tushib ketar, u yerdan qurigan shox shabba terib, qorong'u tushganda uyiga qaytar, bir yilda 2-3 marta tegirmonga bug'doy ko'tarib borardi. Uning bug'doy ko'tarib yurishidan ori kelgan Ollamurod tegirmonchi Baynamomoni insofga chaqirdi. "Siz bunday ovora bo'lib yurmang", dedi u. "Biron erkakdan berib yuborsangiz, tortib o'zim uyingizga olib borib tashlayman. Bu qishloqda erkak yo'q", dedi Baynamomo zarda bilan. So'ng yelkasidagi bug'doyni tegirmonga kiraverishda tushirdi. Gapirayotganda ovozi titrab ketdi. Tegirmonchi tilini tishlab qoldi.
Bayna momo bir paytlar faqat qishloq emas, butun tog'li xalqning orini ko'targan, nomini chiqargan Raim polvonni quloq deya ta'qib qilishlariga, so'ng itday xor qilib otib tashlashlariga yo'l qo'ygani va o'g'li bilan erini zamonning egasi, bir paytlar Raim polvonning malayi, zamon otboqar ixtiyoriga berib qo'ygani uchun qishloqdoshlarini kechira olmas, ularga bo'lgan nafrati susayish o'rniga yillar o'tib, ota-bola o'ldirilgan oqshomdan uzoqlashgan sayin ko'proq o'rni va qadri bilinayotgan, o'zini hayotning barcha quvonchidan bir yo'la mahrum etgan, yolg'izlikning ko'r musibati aro tobora avjlanib, Bayna momoning keksaligi bilan birga injiq va yo'riqsiz bo'lib borardi. U ba'zida qishloqdoshlarini ochiq masxara qilardi. Senmisan, salom ko'sa? Xotiningning ishtonini kiyib yuribsanmi deyman? Hakim otchaparmisan? Muncha urg'och baytalga o'xshab qiyshanglaysan. Bu qishloqning ayollari endi faqat hezalak tug'adi. Bu masxara va nafrat yillar o'tishi bilan Bayna momoni qishloqdan butunlay ajratib qo'ydi. Endi u yolg'iz va kimsasiz qoldi. Uni oila birov yo'qlamas, faqat ertalab echkilarini yulg'unzorga haydab borayotganidan, kechqurunlari qishloqni tutgan qaynayotgan sut hididan hali uning tirik ekanini bilishardi. Bayna momo o'z yolg'izligi va musibatini hayotning badbo'y, zabun, xor etilgan hidlari anqib yotgan yillar dahlizidan yetaklab o'tdi. Qishloqdoshlari bahor kelishi bilan eski yaylovlarga ko'chib chiqishar va yer shudgorlar har kim o'z tashvishiga berilib ketardi. Qishloqda qolgan Bayna momo esa bu paytda yolg'izlik dashtini shudgorlar, u yerga har yili zamon otboqar hukumat odamlari bilan kelib, eri va o'g'lini otib tashlagan oqshomni ekar va so'ng yolg'iz o'zi hosilini ham yig'ib olardi. Bayna momo har kecha ko'z yoshlari